Fire Gaming taqdim etadi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan God Pro va Noob uylarini tekshiramiz. Sizlar bilan Fire Gaming va mana Noobni uyini qaranglar. Ichida creeper ham kiribdi. Hop, mana uyini ko'ramiz. Sandiq ichida nima? Hech nima bu? Divanmi? Creeper, sen Fire Gaming obuna bo'lganmisan? Yo'q. Unda yo'qol. Mana senga. Fire Gaming obuna bo'lib, keyin qayt. Hopmi? Tepasiga chiqamiz. Hop, tepasi normalniy ekan. Mayli. Hop. Ana creeper. Va keyingi narsaga o'tamiz. Hop, bu yerda kema bor ekan. Kemani nimacha mana bunday qilib kelib qo'ysa kerak. Hop. Va shunday. Hop. Va qani ko'ramiz. Bu yerda rasmlarni ko'pligini. Wow, buni qaranglar. Buni ham zo'r, bu ham zo'r. Bu entmi? Ha, entga o'xshaydi. Sandiqlarning ichida hech nima yo'q. Hop. To'xtanglar. Kitoblar, rasm, tog'li rasm. To'xtanglar. Hozir bunga bal qo'yish esimdan chiqdi. Hop, bunga 10 dan 5. Chunki umuman yashab bo'lmaydi. Qaranglar qanday chirib ketgan, achib chirib ketgan. Shuning uchun menga yoqmadi. 10 dan 5 bal. Ichida ham yashab bo'lmaydi. Mana bunday ishlab haligi creeper obuna bo'ldingmi? Ha, obuna bo'ldim. Yaxshi. Endi seni mayli. Sen shu yerda turaver. Chunki sen obuna bo'lgansan. Mayli. Videolarni ko'r. Hop. Mana endi kiramiz. Hop. Nima? Pastki qavat ham bor ekan. Ko'ramiz. Pastki qavatda nima bor ekan? Kompyuter. Qani buni yoqaylikchi. Hop. Yoqilmadi. Yoqaylikchi. Fire Gaming ham video chiqarib tez ko'rish kerak. Mayli, o'chirib qo'yamiz. Hop, divanni bu yerga maza qilib yotsa kerak. Biroq, mayli, qani ketdik. To'xtangchi, bu yerda suv ko'rsa bo'lar ekan. Wow, chiroyliligini qaranglar. Baliqlar, suv o'tlari judayam ajoyib. Hop, qani endi bu ham yaxshi. Hop, bunga tepasi yo'q ekan. Tepasi qavat yo'q. Hop, bunga beradigan balim 10 dan 9. Chunki bu narsa tomi yo'q va sandiqlarning ichida ham hech nima yo'q. Shuning uchun uni 10 dan 9. Hop, ana endi keyingi uyni ko'ramiz. Bu uy Goldning uyi. Xuddi zo'rligini mana ular xuddi chumolidek turibdi. Hop. Xuddi to'yga kirib kelayotgandek mana. Bundan hashamatliligini qarang. Lekin hech nima qo'yilmagan ekan bu yerlarga. Hop, zina fasni qaranglar, chiroyliligini. Menimcha shunday qilib televizor ko'rsa kerak, 8 oyoq. Hop, suvni ham ko'rsa bo'ladi. Mana endi kino, multfilm ko'rsa bo'ladi. YouTube ham. Bu uyda deyarli hech nima yo'q ekan. Menimcha Goodga hech nima yo'qsa kerak. Jihozlar yo'q. Shuning uchun bunga men 10 dan 7 yo'q 8 beraman. Chunki mana u narsalar ichida hech nima yo'q. Jihozlar yo'q. Jihozlar qo'yilmagan. 10 dan 8. Hop, ana endi ko'ramiz. Hop, sizlarga qaysi uy yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Va har biriga bal qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Qaysi uy? Godning uyi, Noob Pro'ning uyi. Qaysi biri sizlarga yoqdi? Kommentariyada yozib qoling. Hatto ballarni ham qo'ying. Obuna bo'ling.